ko'zlaringga kechata otguncha uyqu kelmadi. Insonni komillikka yetaklovchi o'zining boy ma'naviy merosini biz avlodlarga qoldirgan Alisher Navoiy asarlari, hattoki uning hayoti ham albatta bizga yuksak bir ibrat namunadir. Alisher Navoiyni o'rganishda, uni anglashda odatda adabiyotshunoslar maydonga chiqib kelishadi. Ammo uning hayotini kuzatar ekanmiz, uning asarlarini talqin etar ekanmiz va adabiy tarixiy manbalarga yuzlanar ekanmiz, Hazrat Alisher Navoiy musiqa va san'at ilmiga va uni rivojlantirishga ham juda katta e'tibor qaratganligining guvohi bo'lamiz. Uning xalqparvarlik siyosati asosida amalga oshirgan ishlariga yuzlanar ekanmiz. Bilamizki, Alisher Navoiy ko'plab maktab, madrasa va madaniy ma'rifiy muassasalar qurishga, shifoxonalar qurishga katta e'tibor qaratgan va o'zining munosib hissasini qo'shgan. Aynan o'sha maskanlarda dunyoviy diniy bilimlar bilan bir qatorda musiqa, san'at ilmi ham aholiga o'rgatilgan. Mahbubul Qulub asariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bilamizki, o'z davrida 500 dan ziyod turli yozuvchilar, shoirlar, adiblar, tarixshunoslar, olimlar haqida bizga bebaho bir ma'lumotlarni qoldirgan va albatta u yerda musiqashunoslar ham o'z o'rniga ega bo'lishgan. Mahbubul Qulub asarida aytishicha, san'at insonning hayotida muhim ahamiyatga ega, uning ruhiyatini yaxshilaydi. Xamsa dostonlarida ilgari surilgan g'oyalarda esa musiqa va san'at insonning qalbini poklashi, ruhiyatini davolashi haqida, uning qalbini iymonga to'ldirish haqida albatta g'oyalarni ilgari surganligiga guvoh bo'lamiz. Bir so'z bilan aytganda, o'z davrida musiqashunoslarni ham, adabiyotshunoslarni, shoirlarni qanchalik qo'llab-quvvatlaganligi, ularni himoya qilganligi va albatta ular o'zlarining erkin ijodini yuritishlari uchun sharoitlar yaratib berganligini ko'rishimiz mumkin. Va albatta bugun uning g'azallari kuy, navo ohangi bilan birgalikda, uyg'unlikda xalqimizga, yosh avlodga yetkazilar ekan. Albatta uni tinglagan insonning Navoiyni anglashga, Navoiyni o'rganishga bo'lgan qiziqishi yanada ortadi. Qolaversa, insonni tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan, uni komillikka, yaxshilikka yetaklovchi har bitta g'oyasini insonning qalbiga, ongiga chuqur singdirib boradi. Va albatta bunda maqomchilar, san'atkorlarning ham o'z o'rni bor. G'azallari bilan aytiladigan Ey Sabo, Nasrulloyi, Nasri Uzol, Munojot, Ushoq, shu kabi qo'shiqlar, bular hali bir asrdan avval kuylangan bo'lsa ham hech o'zini mavqeini yo'qotmagan, qadrini yo'qotmagan. Yanada bezak berib, o'ziga odamni, insonni rom qilib davom etmoqda. Navoiy, O Rabbi
Alisher Navoiy g'azallari avvalambor Allohga muhabbatni, sadoqatni, mehrni, mukammal insonni tafakkurini o'stiruvchi chiroyli murakkab so'zlar bo'lsa ham, uni ma'nolari juda keng. U zotni she'rlarida, g'azallarida nafaqat ta'lim tarbiya, balki yurtga bo'lgan sadoqat, vatanparvarlik ruhidagi ishlar, elparvarlik, asosan Hazrat Alisher Navoiy bobomizdan bilan juda bir faxrlansak arziydigan ulug' siymo, butun dunyo lol qolgan. Darhaqiqat Navoiy asarlarini, uning g'azallarini faqatgina kasb nuqtai nazaridan o'rganish emas, ya'ni maktablarda, bog'chalarda, oliygohlarda o'rganish, adabiyotshunoslar o'qish, talabalar, o'quvchilar o'rganishi emas, buni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lganlarga tavsiya qilgan bo'lar edik. Ya'ni har bitta oilada, kitob javonlarida Alisher Navoiy hayotiy ijodiga bag'ishlangan manbalar, uning g'azallari joy olgan kitoblar bo'lsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Chunki unda yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ota-onaga bo'lgan munosabat, farzand tarbiyasi, haqiqiy xalqparvarlik, elparvarlik ishlari insonni har doim savobli va ezgu ishlarga yo'naltiradigan va ko'plab didaktik mavzuda qamrab olingan jihatlarni ko'rishimiz mumkin. Bu albatta insonni ma'naviyatga, ma'rifatga yetaklaydi. Va yana shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, Hazrat Alisher Navoiy insonlarni bilimli, ma'naviyatli va ma'rifatli bo'lish bilan bir qatorda estetik zavqqa ega bo'lishi kerakligini ham alohida ta'kidlab o'tganlar. Bu esa insonni yana bir bor musiqa va san'atga oshno bo'lishga undaydi. Hattoki Hazrat Alisher Navoiyning manbalarida keltirilishicha, o'zining she'rlaridan biriga Isfahon nomli kuy ham yaratganligini o'qishimiz mumkin. Bu ham bo'lsa Hazrat Alisher Navoiyning musiqa va san'at ilmiga qanchalik e'tiborni qaratganliklarini bildiradi. Alisher Navoiyni g'azallari juda ham ma'noli, hatto O'zbekistondan tashqari butun dunyoda g'azallarini, Alisher Navoiyni g'azallarini kuylashadi, yoddan bilishadi. O'z tiliga o'girib olib ham o'qib o'rganishadi-da. Shunchalik daho bo'lganda Alisher Navoiy. U zot shunday bir mahorat bilan o'zini qalbidagi ilohiy bir qalbidagi bitiklar bilan g'azallar bitganlar, uni ma'nosini anglash albatta mushkulroq. Buning uchun Alisher Navoiyni tarixiga murojaat qilish kerak, o'qish kerak. Birorta shoir yo yozuvchi yoki bir teatr arbobi, umuman o'qituvchi bo'ladimi, oddiy kasb egasi bo'ladimi, Hazrat Alisher Navoiyga murojaat qilmagan bo'lsa. Hazrat Alisher Navoiyni ijodiga, tarixiga nazar solib, uni o'qishga ahd qilib, bel bog'lagan ijodkor bo'ladimi, xoh oddiy bir kitobxon bo'ladimi, kam bo'lmaydi. Chunki unda hamma inson uchun zarur bo'lgan eng kerakli tarbiya masalalari mujassam.
yoshlar bobam yaxshi bir kichik kichik asarlari bor ta'lim tarbiya to'g'risida. Agar ta'lim tarbiyani Alisher Navoiy ijodi bilan, u zotning tarixi bilan olib boradigan bo'lsak, bu sir emaski, eng yaxshi a'lo ishga qo'l urgan bo'lamiz. Alisher Navoiyning g'azallarini shunchaki aytib bo'lmaydi. Uni ichida qancha dard, qancha ma'nolar yotibdiki, uni bir g'azalni o'zida, bir to'rtlikni o'zida keyingi g'azalida u so'z qaytib kelmaydi. Qaytib kelmaydi. Shunga hayron qolasiz. Shunchalik so'z boyligi, shunchalik bitta g'azalda so'zlar uyg'unligi shunchalik moslashib ketadiki, hayratlarda qolasiz. Mana men o'zim kuylagan qo'shiqlarimda o'zim hatto ta'sirlanaman. Har bitta shunaqa joylari bor, kupletlari bor. O'shunaqa joylarida avjlariga kelganda uni o'sha g'azallarning ichida bizga mos, nima uchun biz Alisher Navoiyning g'azallarini kuylaymiz? Unli undosh so'zlar juda chiroyli kelgan. O'sha avjlariga chiqqanda i emas, a bo'lib keladi, o bo'lib keladi. O'shunaqa joylari bor uchun ham shu g'azallarni jon deb kuylaymizda. Avvalambor insoniylik, odamiylik, elga bo'lgan hurmat, xalqqa bo'lgan hurmat, vatanga bo'lgan hurmat, vatanparvarlik va albatta u yerda mana ota-onaga bo'lgan hurmat, farzandni qanday tarbiyalash haqida she'rlarida mujassam. O'zi bir qator she'rni o'zida olam ma'no yotadi. Butun Turkiy olamini shohi, adabiyotini, san'atini shohi. Nafaqat endi Turkiy deymiz, Forsiyda ham nom qoldirgan, ko'plab she'rlar, g'azallarini bitgan ulug' zot. Bu bilan biz faxrlanamiz. Istardikki va shunday bo'lyapti ham. O'sha bog'cha yoshidan ham agar so'rasangiz, har bittasi hech bo'lmaganda bittagina ruboyisini sizga aytib berish mumkin. Biz maqomchilar ansamblimizni qoshida kichkina maqomchilar ansamblini yetkazib chiqaryapmiz. Bolalarni mehrini uyg'otishga harakat qilyapman. Men ulardan sabr, qanoat, bosiqlik, o'sha g'azallarga, Navoiyning g'azalimi, Bobur g'azalimi, o'sha g'azallarga o'tgan daho bobolarimizni san'atlarini, asarlarini o'qishda mehr qo'yishlarini ulardan so'rayapman. Bola shundan tarbiya oladi. Qanchalik g'azal o'qisa, maqomni eshita bilishdi o'zi katta bir san'at.
g'urbatda g'arib shodumon bo'lmas emish, el anga shafiqu mehribon bo'lmas emish, oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbulg'a tikandek oshiyon bo'lmas emish degan ruboilari odamni lol qoldirib hayratga solmay iloji yo'q. Yoki kim senga bir harf o'qitmish, o'rgatmish, ranj ila aylamak bo'lmas ado, oning haqqin ming ganj ila. Haliki bitta harfni o'rgatgan bu o'sha ustozlarga, o'qituvchilarimizga bo'ladi, ota-onaga bo'ladimi? Shu bitta harfni o'rgatgan ustozni haqqini ming ganj, ming masalan hay tilla desak, o'sha bilan ham o'lchab bo'lmasligi haqida yozib o'tganlar. Demak, bundan chiqdiki, bu yerda o'sha ustozlarni yanada hurmat qilish, e'zozlash, ular mehnatini qadrlashga chorlayapti bu. Hazrat Alisher Navoiy bobomizni Ey Sabo degan bir g'azallari borlar. Ey Sabo holim borib sarvihram molim g'at yig'larim ning shiddatin gül bargi xan donim g'at Alisher Navoiy g'azallari kuy ohang bilan hamohanglikda yanada qalblarga chuqurroq singib boradi va albatta unda ilgari surilgan g'oyalar, tarbiyaviy jihatlar qalbga, onga shunchalik singib boradi.
Shunday ekan, har bir insonga yana bir bor Hazrat Alisher Navoiy asarlarini o'qishni, uning g'azallari ijrosida, g'azallari asosida yaratilgan ashulalarni tinglashni tavsiya qilgan bo'lar edik. O'zingiz guvohi bo'layotganingizdek, har bir satrda ma'no mujassam g'azallarini, asarlarini o'qir ekansiz, mana shu cheksiz ma'naviyat ummoniga sho'ng'igandek bo'lasiz. Uning tubiga qanchalik sho'ng'ib bormang, albatta duru javohirlarga ega bo'lib boraverasiz.